shu ukam bilan jicha gaplashib bo'lsam, baribir sun'iy miya o'ylab topish kerak insoniyat deb o'ylayman-da. O'ziniki o'sha iCloud topib oldi, to'g'risi hali odamlarning miyasiga chip qo'yilyapti ekan desa, hech yo'q, men ukamning miyasiga ham bir Tetrisnikidan bo'lsa ham qo'yib beringlar degim keladi-da, to'g'risi bu. Qanday mana maza qilib o'tirsiz, oldingizga kelib turib, aka, bu Gagarin oyga uchgan kun bor-edi. Ha. Ash kun mana kosmonavtlar kuniga mo'ljallab uchgan ekanda deydi, qarang. Dunyo siri yashiribdi, men topibman. Qanaqa ukangiz bor? Shu sirni o'rniga seni yashirib qo'ya olmaydimi, to'g'risi? Dunyo. Qarab, bu logikada o'ylasak, mustaqillik kuniga mo'ljallab mustaqil qilishgan ekanda bizni desam, ha deydi. Qarang, bizda kattalar ham baribir aqlli odamlarda, ancha ziyoli insonlar. Mushot menga deyman. Nimaga? Yo'q, aka, uyat emas. Men uyatmayman, men aka deyman. Qanday qilib bu, qanday urib bo'lmaydi buni deyman. Nima? Misol, restoranda o'tirib stakanga kola quyib olib, non tegizib yeb o'tiradigan odam, shirinlik sotadigan joyga kirib, aka, sous berib oling bitta.